yaxshi uxlab oldim. Cho'za, men qayoqdaman? Danu qayoqqa tushib ketdim? Bu yer Skyblockmi? Nima qilib yuribman men Skyblockda? Men bu yerga qanday qilib kelib qoldim? Tushunmayapsizmi? Qarshi, unda men videoni boshlab yuborayin. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan birga men dedigiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, uyg'onsam, men Skyblockda paydo bo'lib qolganman. Nima qilib yuribman men Skyblockda, o'zim ham bilmayman. Qanaqa qilib bu yerda paydo bo'lib qoldim, o'zim ham tushunmay qoldim. Oxirgi marta men uyimda uxlagan edim. Tursam, ko'rib turganingizdek, Skyblockda paydo bo'ldim. Mayli, Skyblockda vijivaniya qilaylik. Men jalbi Skyblockda vijivaniya qilganman. Shuning uchun men barchasini bilaman. Mana bu sandiqda bizlarga kerakli narsalar bo'lishi kerak. Ochaylik. Danu, qayerda narsalar? Do'stlar, qayoqqa ketib qolgan do'stlar? Lava bilan suv qayoqda? Boshqa narsalar qayoqda? Yo'q-mayu do'stlar. Tak, bizlarda faqat bitta daraxt, boshqa hech narsa yo'q-ku. Bizlar qanaqa qilib vijivaniya qilamiz? Biling do'stlar, endi bizlar bu Skyblockda umrbod qolib ketadigan o'xshaymiz. Mayli do'stlar, mana bu o'simliklarni olaylik. Tak, yugulik bormi bu yerda? Davay, bir narsa chiq. Chiqdi. Bitta urug' bor. Tak, gullarni yig'ib olaylik. Option do'stlar, bizlar shu bor narsalar bilan vijivaniya qilib qolishimiz kerak. Davayda shu daraxtni olaylik. Bittasi tushib ketdi. Mayli, ikkinchisini olamiz hozir. Biling, bunday Skyblockni birinchi marta ko'rib turibman. Sandiqda kerakli narsalar bo'lishi kerak edi-ku. Qiyin bo'ldi bizlarga. Mayli, hech qisi yo'q. Unda shu taxtani olib olaylik. Tak, oxirgacha olmay turaylik. Shoshmanglar. Bu yerda nima bor? Oppa, Danu do'stlar. Men bu yoqdan eshik ko'rib turibman. Cho'za, bu yerda deraza turibdi. Tak, buning bastida shunda bir narsa bormi? Bunga qaranglar do'stlar. Bu yerda derazalar turibdi. Verstak peshka turibdi. Bu yoqda ham derazalar turibdi. Do'stlar, buning tagida biron narsa bor. Mayli, davayda birinchi tezroq mana bu daraxtni olib olaylik. Undan keyin pastga tushamiz. Yo'q-mo'yo, menga qiziq bo'lyapti. Pastda nima bor ekan? Bilib edim, shunda bu boshqacha Skyblock ekanda. Davay, tezroq buni tozalab tashlaylik. Bundan urug'i tushsa yaxshi bo'lar edi. Olma pastga tushib ketdi. Endi nima yeyman? Mayli. Mana sajin tushdi. Normali. Bitta bo'lsa ham tushdi. Do'stlar, endi bizlar tirik qolamiz. Endi biz olmay yeya olamiz daraxtdan. Olmaymiz endi. Davay pastga tushib ko'raylik. Bu yerda men eshikni ko'rib turibman do'stlar. Davayda bu yerni sindiramizmi? Shu yerni sindirib ko'raylik. Oppa, do'stlar, mana buning ishiga kirdik. Tak, bu qanaqa xona? Cho'za. Bu yerda suyak yotibdi-ku. Xo'di, bu Skyblock o'ynagan odamning suyagi bo'lsa kerak. O'lib qolgan beshora. Beshora Skyblockda vijivaniya qilaman deb o'lib qolgan ekan. Sasyapti bu yer. Terazani yo'q, eshikdan ochib qo'yaylik. Dedi ketsin. Biling, yomon sasyapti. Tak, mana bu yerda sandiq bor ekan. Bu yerda esa verstak bilan pechka. Okey. Tak, sandiqda ochamizmi? Sandiqda nima bor ekan? Biror narsa bor bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Qani davaydi do'stlar, sandiqni ochib ko'raylik. Do'stlar, bu yerda ekan-u barcha narsalar. Qaranglar, 3 ta yer. Qoyil, endi bizlar yerimizni kattalashtiramiz. Olmos bor ekan bu yerda. 1 stak olmos bor. Yana juda ko'p chazinslar bor ekan. Bizlarga bemalol yetadi endi. Yana ko'mir, muz, obsidian, taxta, lava va suvlar bor ekan. Bu yerda kerakli narsaning barchasi bor ekan do'stlar. Faqat do'stlar, bu odamning narsalari bo'lsa kerak. Lekin o'lib qolibdi. Tak, peshka bor. Normali do'stlar, normali. Endi vijivaniya qilamiz. Mana bu yerga ko'mirni qo'yaylik. Do'stlar, bu narsalar bizlarga Skyblockni yutishga bemalol yetadi. Endi bu yoqdan chiqaylik. Tak, qanaqa chiqsam ekan? Davayda bu yerga yer qo'yaylik. Tak, bu juda qiziqarli bo'ldi. Tak, mana bu yerga zina qo'yaylik. Hozircha shunaqa bo'lib turaversin. Yuqoriga chiqishimiz uchun. Do'stlar, men hech ham o'ylamagan edim Skyblockni tagida shunaqa uy borligini. Tagiga kichkina uy qurib tashlabdi-ku bu odam. Bro, seni ko'mib tashlash kerak edi. Mayli, hozircha shu yerda yotaver. Hozircha seni ko'madigan yer yo'q menda. To'xta do'stim. Obunachalarim, endi kirib kelganlar, hali ham mening videomni ko'rib turib like bosmadingizmi? Agarda like bosmagan bo'lsangiz, telefoningiz portlab ketsin. Agarda telefoningiz portlashini istamasangizlar, darhol like bosib ketinglar. Endi esa videoga marhamat. Davayda yerimizni kattalashtiramiz. Davayda hozir yerimizni ozgina kattalashtiraylik. Shu yerdan boshlab, hozir bizda yerning 3 ta stagi bor. Ozgina kattalashtirib, ekinlarni ekaylik. Barcha qiziqarli narsalarni yasaylik. Shunaqa qilib yerimizni kattalashtiraylik. Yana bu yerda бесконечный источник voda yasaylik. Ya'ni tugamaydigan suv. Uni hozirgi Minecraft o'ynab yurgan barcha odamlar bilsa kerak. Shunaqa qilamiz va mana bu muzlarni qo'yamiz va sindiramiz. Mana bu yoqqa ham qo'yamiz va sindiramiz. Endi bizlar бесконечный источник voda bor. Bo'ldi.
Qaranglar, bizda bitta stak dup bor ekan. Uning yarmini taxtaga aylantiraylik. Davayta bizlarga kerakli qurollar yasaylik. Hozir davayta ketmon yasaylik. Hozir qo'limdagi pishinetsani ekib tashlaylik. Davayta ekib tashlaylik. Birinchi bu yerga pishinetsani ekamiz va yana bu yerni kengaytirib tashlaylik, tushib ketmaslik uchun. Tak shunaqa qilib yopib tashlaymiz. Bu tarafga esa oshqoboqni ekib tashlaymiz. Bizlarda yana nima bor? Trasnik bor ekan. Davayta bu yerga bitta suvni quyib, shu yerga ekib tashlaylik. Siyo do'stlar, trasnikni ham ekib qo'ydim. Ajoyib. Biling do'stlar, uji kech bo'lyapti. Davayta do'stlar, fakel yasaylik. Bizlarga fakel kerak bo'ladi. Shu yerga bittasini qo'yib qo'yaylik. Mana bu turibni olib tashlaylik do'stlar. Olib ketgan odamning tanasini olib tashlaylik. Boshqa yoqqa qo'yaylik. Xafa bo'lmaydigan umiddaman. Tak, qayoqqa qo'ysam ekan bu? Davayta yuqoriga qo'yaylik. Bu odamning suyagi shu yerda turaversin. Chunki u menga qo'rqinchli bo'lib turibdi. Va yana uyning ishi ham toza havo bo'ldi. Bo'ldi. Endi bizning uyimiz ham bor. Uning ishi issiq bo'lib turibdi. Normali. Tashqari ham pakellarni qo'yib chiqaylik. Yorug'lik bo'lib tursin. Mana do'stlar, qanday ajoyib. O'zimizga yer yasadik. Biz shu yurishda Skyblockni yutsak kerak. Tak, shu yerga gullarni ekaylik. Mana bu yerga yerlarni qo'shaylik. Yana itak bizlar hozir bu yerga sajanslarni qo'yib chiqaylik. Sababi bizlarga ko'p taxta kerak bo'ladi. Shuning uchun sajanslarni ekib chiqaylik. Tak, bu yerga ikkitasini ekamiz. Yana yer qo'shaman. Yana bu yerlarga ham ekamiz. Va do'stlar, hozircha shular yetsa kerak. Davayta do'stlar, bizlar shu stak olmazni biror narsa yasaylik. Hozir men olmazli kerka yasayman, undan keyin olmazli qilich yasayman. Va yana do'stlar, olmazli kiyim yasaylik. Mana do'stlar, qaranglar, ajoyib olmazli branya bor. Qolganini sandiqqa qo'yib qo'yaylik. Hali oldinda kerak bo'lib qolishi mumkin. Aytgancha, menda tarvuzning tuxumi bor ekan-ku. Davayta buni ham ekib qo'yaylik. Davayta tarvuzni bu yerga ekib tashlaylik. Davay, tarvuz sen ham o'saver. Yana do'stlar, bizlar portal yasaymiz. Portal yasashimiz kerak. Men bu yerga yasayman. Do'stlar, portal tayyor. Endi portalni ishga tushirish kerak. Uni ishga tushirish uchun bizlarga albatta zajikalka kerak. Zajikalkani hali yasashimiz kerak yoki lava orqali ishga tushiradigan bo'lamiz. Yana do'stlar, bizlar generator blojnika yasashimiz kerak-ku. Bu yerga lava qo'yamiz. Hozir biz do'stlar generator yasaymiz. Ya'ni beskonechniy blojnik. Mana bu tarafni yopib tashlaylik. Bu yerga suvni quyamiz va bu yerda blojnik chiqishi kerak. Mana do'stlar, bizda generator ham tayyor bo'ldi. Ajoyib. Generatorni ham yasadik. Hozir mana bu kirka bilan olamiz. Mana ishlayapti. Endi bizlarda tugamaydigan toshlar bor. Endi shunaqa qilib bemalol olaveramiz. Ajoyib emasmi? Bitta daraxt o'sib ketibdi. Do'stlar, qaranglar, yana bitta daraxtlar o'sibdi. Bularni ham olib olaylik. Bular juda tez o'syapti. Mana yana sajanslar tushyapti. Davayta sajanslarni ekib tashlaylik. Qarashu do'stlar, shu bilan birinchi qismni tugatamiz. Do'stlar, agarda sizlarga yoqqan bo'lsa, Skyblockning mening videoyam layklaringizni bosib yuboringizlar. Shunda tezroq ikkinchi qismni chiqaradigan bo'laman. Davayta keyingi qismga uchrashguncha sog' bo'linglar.